Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun 2026-yil 7-aprel belgi sezonimizdan boshlab oldik. Pinavolkarimizda bir xatar ko'rgazib o'tamiz. Birinchi adresni tushuntirib o'tsam, Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumani, Sarkopov edi. Bu yog'i Bo'ston Povorot. Bo'stondan kelish yo'li. Bu yog'i Xayrli Povorot. O'razboy Jumaniyasi maktabga boradi. Pinavolkam shu yerda. Yo'lning bo'yida ko'rinib turibdi. Bu yo'l tarafdagilar yaqinda quyilgan hali. Qurilmadi. Hali 100% qurgan pinavolka yo'q. Chala qurgan pinavolkamiz. Shundan ham aparib boshlayapmiz buni. 220 dona so'rov edi. Hozir yükledik. 110 danadan 2 bo'lib aparyapmiz. Pinavolkamiz mana tash jarayoni bo'lib turibdi. Pinavolkar bor. Hala og'ir pinavolka 100% qurilmadi. Ustidagilar ustungi bir qatorlar qurib bordi. Mana asta yog'i. Qizg'an. Ostini qoldirib yukledik. Yağmurlar ham yaxshi yog'di bu. Yağmurda erib ketadi deb o'ylaydi ko'p odam. Mana yağmurda turibdi astilar loy. Astan qator loymi. Endi bu ushiyma deb ko'p odam so'raydi. Mana akay. Ushiydi hamma narsa. Mana shu yağmur sachiratgan to'proqlar ham tushmay turibdi yog'ishib. Qandaysi bo'g'irsangiz ham ushiydi. Kafelniklaymi, rodbondmi, oraverasiz. Keyin bu yerda latoklarimiz var mana. Bu latok bultirdan qolgan 2025-yilda chiqqan. Bular o'g'il. Bularni zakaz bersanglar chiqarib beramiz. Kimga qancha kerak bo'lsa. Kimga pinavolka kerak bo'lsa, telefon nomerni ekranga yozib qo'yamiz. Telefon aytaverasizlar. Berini bo'ylab dastavka qilib beramiz. Dastavkalarimiz ham bor. Bu 20 ga 30 60 bu pinavolkamiz 16 ming so'mdan. Ko'proq esa dastavkasi shunday aytib beramiz. 16 ming so'mdan. Bu 12 ga 30-60 pinavolkamiz. 12 ga 30-60. Bular ham qurib bordi. Bular 10 ming so'mdan buning bahasi. Bular xona bo'luga bo'ladi bular. Anliq 12 sant. Adresni aytib o'tdim. Telefon nomerda ekranga qo'yaman. Telefon qilib kelaverasizlar.
Kimda qanday savollari bo'lsa telefon qilib so'rashlaringiz mumkin. Penoblokka qo'yili ko'p odam tushunmaydi, joysab bo'ladimi bo'lmaymi deb o'ylaydi. Qanday savollaringiz bo'lsa telefon qilaverasizlar. Javob beramiz barisini. Tushunmagan yerlaringiz bo'lsa qanday sug'orish kerak, barisini qo'ldan kelgancha tushuntirib aytib o'tamiz. Penobloklar hali izg'ar bari qurg'ani yo'q, lekin o'sha izg'ar bo'lsa ham o'rsa bo'ladi. O'rtirdilar ustalar. Telefon qilaverasizlar.